Xo'p, mana demak hozir biz EMIS dasturida ishlashni, EMIS saytida ishlashni ko'ramiz. EMIS saytida demak biz guruhlar bilan ishlamoqchimiz. Hozir ma'lumotlarni kiritish uchun demak guruhlar bo'limini ochib, bu yerdan demak ixtiyoriy bitta gruppani tanlaymiz. Masalan, 924 guruhini ko'rib chiqamiz. 924 guruhdan boshladik. Mana 924 guruhini ochdik. Demak, bu yerga OnID orqali kirishni bosamiz. Demak, bu yerda hozir bizga login parol chiqadi. Mana login parol kiritilgan. Birinchi marta kirganimiz uchun, shuning uchun kirish tugmasini bossak, demak bizga to'g'ridan-to'g'ri sahifaga kirish amalga oshiriladi. Mana o'zimiz shaxsiy kabinetga kirdik. Endi guruhlarga kiramiz va 924 guruhini topamiz. Mana 924 guruhini kirdik. Sanalarni demak tekshirib ko'ramiz. Hozir 8-sana. 8-fevral sanasi demak bor. Keyingisi 15-fevral, 22-fevral, 1-mart, 15-mart, 15-martdan keyin 22-mart, 29-mart, 5-aprel, 12-aprel va 19-aprel. Birinchi mavzuni kiritishimiz uchun biz demak 8-fevral sanasini pilisini ustiga chap tugmani bir marta bosamiz. Natijada o'yincha chiqadi. Bu o'yinchada demak dars turi. Oddiy dars bo'lsa darsni tanlaymiz. Oraliq nazorat bo'lsa oraliqni. Bizda faqat demak oddiy darsda darsni tanladik. Mavzusini kiritishga o'tamiz. Mavzularimiz kiritilgan, bizda tayyor buyoqda turibdi. Mana shulardan nusxa ko'chiramiz. Demak 21-mavzu bizda birinchi mavzuga to'g'ri keladi. Delphi dasturida MEMA komponentasi bilan ishlash. Ctrl+C yordamida uni nusxasini oldik va Alt Tab tugmalari yordamida demak EMIS saytiga qaytamiz va Ctrl+V ni bossak mavzumiz demak tushadi. Saqlash tugmasini bosamiz. Shu tariqa ikkinchi sanaga o'tamiz. Ikkinchi sanaga o'tdik. Mana yana dars turini tanlaymiz. Dars ma'ruzaga o'tib Alt F, Alt Ctrl, Alt Tabni bossak demak Word oynasiga o'tadi. Bu yerdan demak ikkinchi mavzuni tanlab kopirovat qilamiz. Yana Alt Tab tugmasi yordamida EMISga qaytib Ctrl+V ni bosamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Mana keyingisiga o'tamiz. Uchinchisida ham demak dars turini tanlaymiz. Mana dars. Xo'p, Alt Tab tugmalari yordamida Word menyusiga, Word dasturiga kiramiz-yu. Uchinchi mavzuni ko'chiramiz. Ctrl+S, Alt Tab, yana Ctrl+V ni bosamiz, saqlashni bosamiz. Endi birato'la oxirgi mavzuni kiritishni ko'raylik. Yakuniy nazorat bo'ladi 19-da. Demak, bu yerda yakuniy nazoratni tanlaymiz. Mana keyin dars mavzusiga oxirgi demak mavzumuzni tanlaymiz. 30-mavzumuz bizda yakuniy nazorat mavzusi bo'ladi. Mana tanladik. Ctrl+C, Alt Tab, Ctrl+V va saqlash. Shu tariqa boshqa kataklar ham to'liq to'ldirib chiqib mavzularni kiritib bo'lamiz. Shundan keyin demak yo'qlama qilish amalga oshiramiz va baholashni amalga oshiramiz.